Ahad Qayum filmlari monitorida aylanib turgan payt Muhammad Iso Abdulxayrovga aytilgan sirli gap ortida nima bor edi? Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Hozirgi video roligimiz aynan shu haqda. Mahoratli aktyor nafaqat komik, balki dramatik rollar bilan ham tanilgan ijodkor Muhammad Iso Abdulxayrov Shirin suhbat loyihasi uchun intervyu berdi. Yoshim 55 ga yetdi. Avvallari portlab, energiyaga to'lib, har xil qiliqlar qilib yurardim. Hozir ancha bosilganman. Hayotning o'zi bosib qo'yarkanda. Lekin yosh nisbiy uyda nabiralarimga qo'shilib, go'yo ularni o'ynatayotgandek bo'lib, u degan ovozlar chiqarib qo'yaman. Ayolim, "Of, yoshingizga yarasha ish qilsangiz-chi" deb urishib beradi, deydi Muhammad Iso Abdulxayrov. Instagramdagi ijodimga haligacha ich-ichimdan qarshiman. Noshukrlik bo'lmasin, albatta u ham tirikchiligimga xizmat qilyapti. Lekin boshida Instagram menga katta bir olamdek tuyulgandi. Vaqt o'tib esa u kichrayib, bachkanalikka to'lib ketgandek bo'ldi. Shu sababli ham ko'p hollarda Instagramga kirgim kelmaydi. O'sha muhitda o'zimni ko'rishni xohlamayman. Balki bu o'yim noto'g'ridir, lekin juda qo'pol qilib aytsam, men Instagramni iflosroq joyga o'xshataman. To'g'ri, u yerda aqlli, sifatli kontent ham bor, lekin 10%, qolgan 90% esa haligidek. Instagramda rep aytib chiqishim ham ko'pincha administratorlarning iltimosi bilan 10 marta so'rashganidan keyin zo'rg'a yozib beraman. E'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha replarni ham yurakdan zavq bilan aytmaganman. Tez sovuq, shunchaki bajarish uchun aytib tashlayman, deydi aktyor. Meni ko'pchilik komik aktyor sifatida taniydi. To'g'ri, ijodimning 70% komedik filmlar, ammo ko'pchilik bilmaydi. Men kinoga drama yo'nalishi bilan kirib kelganman. 1994-yilda Amir Temur filmi loyihasi ochildi. Bosh qahramon uchun kastingga meni ham taklif qilishdi. Sababi loyiha asoschisi Ali Hamroyev Ilhom teatrida Baxtli gadolar spektaklidagi podshoh rolimni ko'rib, shu yigitni ham chaqirib ko'rsakchi degan ekan. U paytlar eshikni bir ochib yopadigan rol bo'lsa ham do'pimizni osmonga otardik. Shunday davr. Xullas, 10-15 nafar aktyor ichidan taqdir taqozosi bilan Amir Temur roliga meni tasdiqlashdi. Ammo o'sha paytda men Ilhom teatrining bosh aktyorlaridan biri edim. Baxtli gadolar spektakli bilan Germaniyaga gastrol rejalashtirgan edim. Kino suratga olish jarayoni ham xuddi shu vaqtga to'g'ri kelib qoldi. Qaysi yo'lni tanlashni bilmay qoldim. Teatr rejissyori bizni aktyor qilib tug'gan. Otamiz Mark Vaylning oldiga borib, Germaniyaga bormasam bo'ladimi? Meni Amir Temur roliga tasdiqlashdi. O'rnimga boshqa aktyor topib beraman. Gastrolga borib beradi dedim. Rejissyor shok holatiga tushib qoldi. Teatr yoki kinoni tanla, deb qisqa javob berdi. Rosti bunaqa keskin javobni kutmagandim. O'sha paytda ancha qarzim bor edi. Pul kinoda berilardi. Nafaqat pul, balki orzudagi rol, shon, shuhrat, e'tirof hammasi bor edi. Oxiri teatrdan bo'shab kinoni tanladim. Lekin men rol o'ynamasligimni bilgan nemis tomoni "O'sha aktyor qani?" degan. Boshqa aktyor o'ynaydi deyishgach, ular rozi bo'lmagan va gastrol bekor qilingan. Bu Ilhom teatri uchun juda katta zarba bo'lgan, deydi Muhammad Iso Abdulxayrov. Xorazmda suratga olish ishlari 3-4 kun davom etdi va to'satdan to'xtadi. Dekoratsiyalarni tayyorlashayotgandir deb o'yladim o'zimcha. Amir Temurga aylanib, soqol o'stirib, qoshlarimni terib, matnlarni yodlab yuribman. Bir kuni rejissyor Samat Ergashev yonimga kelib, "Muhammad Iso, sen qamalib chiqqanmisan?" deb so'radi. Qo'lidagi xatni ko'rsatdi. "Mana bu xatda bu odamni roldan tezda olib tashlash kerak" deb Ilhom teatridagi hamkasblaring yozishibdi. Bu xatdan 3 ta bittasini apparatga, bittasini vazirlikka, bittasini mana bizga yuborishdi, dedi. Shu tariqa meni roldan olib tashlashdi. San'atdagi birinchi nokauntimni o'shanda olganman. O'zimda ishlatilgan gubkadek his qildim. Shundan keyin ichkilikka berilib ketdim. Keyinchalik Amir Temur roliga Behzod Muhammad Karimov tasdiqlangan, deydi aktyor xotiralarini eslab. Ayollarni bepusht qilib qo'yadigan jarroh haqida film olmoqchiman. Buning sababi bor. Hozir tirik chaqaloqlarni selofan paketga o'rab, axlatga tashlab ketishyapti, xuddi keraksiz buyumdek. Men hatto o'lib qolgan qushimni ham tashlab yubora olmayman. Tirik jon bo'lgan-ku deb erinmay ko'mib qo'yaman.
Endi odam bolasini tasavvur qiling. Shu og'riqdan bir film g'oyasi tug'ildi. Qishda sovuqda axlat yoniga tashlab ketilgan chaqaloq u tirik qoldi. Voqealar O'zbekistonda kechadi. Yillar o'tib o'sha bola juda kuchli, iqtidorli jarroh bo'lib yetishadi. Tashqi tomondan chiroyli, aqlli, o'ziga qarab yuradigan, faqat 4-5 nafar bemorni qabul qiladigan, konsultatsiya berib ketadigan yuqori darajadagi shifokor. Lekin uning ichida katta bo'shliq bor. Bizda ona degan tushuncha muqaddas, ona buyuk zot, ammo bu yigit uchun hammasi teskarisi. Uning ichida onalarga nisbatan nafrat, ichki shayton yashaydi. U onalarga va tug'ilishga qarshi shaxsga aylanadi. U doktorlar, ginekologlar bilan til biriktirib, qabuliga kelgan ayollarni o'zlari bilmagan holda farzandli bo'la olmaydigan qilib qo'yadi. Yillar davomida 500 ming nafar ayolga zarar yetkazadi. Kimlarnidir o'ldirib yuboradi. Oxirida juda katta sud jarayoni bo'ladi. Zal to'la odam. O'sha ayollar, ularning yaqinlari. Unga so'nggi so'z berilganda ichidagi qalb qichqirig'i otilib chiqadi. Bu aslida o'sha tashlab ketilgan chaqaloqning qisqa monologi bo'ladi. Qish fasli edi. Men titrardim. Oldimga koptokcha yumalab keldi. Sen esa meni emas, o'sha koptokchani olib ketding. Sen qayerda eding o'shanda? Sen u zalda o'tirganlarga qarab baqiradi. Bu nafaqat bir onaga, balki butun jamiyatga qaratilgan savol bo'ladi. Bu monolog ustida 4-5 oy bosh qotirdim. Hozircha filmning ishchi nomi Mr. X deydi. Muhammad Iso Abdulxayrov yangi g'oyasi haqida. Ahad Qayumnikidek kino olib keling deyishdi. G'oyani, kinoni yaxshi tushunadigan odamga olib bordim. Monitorda Ahad Qayumning filmlari aylanib turgandi. O'sha odam menga qarab, mana shunaqa kino olib keling. Nima qilasiz bunday og'ir filmlarni dedi. Demak, foydasi yo'q ekanda dedim. Ularga yaxshi mavzu kerak emas, prosmotr, obunachi degan narsalarga sho'ng'ib ketishgan. Filmlardagi bir xillikdan charchaganman. Hamma filmda ota o'g'liga faqat bir xil gap gapiradi. Uylanishing kerak, yoshing 30 ga yaqinlashdi, tengi bilan, tezak qopi bilan. Shablon jumlalar. Bular yana qancha takrorlanadi. Hamma qo'l ura oladigan, yengil, hazm bo'ladigan mavzular. Men esa shulardan qochmoqchiman. Bu film oson mavzuda emas. Hamma ham qo'l ura olmaydi, lekin yaxshi chiqadi deb o'ylayman. Shu g'oyamni amalga oshirish xohishim juda katta, deydi aktyor ranjiganini bildirib. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni va video ostiga like bosishni unutmang.